Keyin o'sha yili shunaqa bo'ldi, dadam bilan og'ir suhbatida nima qilamiz, singling to'yini qilamizmi, kontrakt to'laymizmi? Aytdim, yo'q, singlim to'y qilganimiz yaxshi, kontragtimni akademik ta'til olaman, Rossiyaga borib 1 yil ishlab kelaman, keyin o'qishimni davom ettiraman dedim. Bo'ldi, kelishdik, bordim, arizam 3-4 sentyabr kuni o'qish boshlandi, arizamni yozib qaytdim. Yo'lda qaytayotganimda Qamchiq dovonidan o'tishda anaqa startsamizga yozdim Jasurga. Jasur shunaqa akademik ta'til olib ketyapman, shunaqa vaziyat bo'lib qoldi uyda. Sizlarga omad, kelasi yili xudo xolasa ko'rishamiz dedimda. Perevalga shu Qamchiq tomonidan o'tishda xabarni yozdim. O'zi ketdim, telefonni o'chirdim. Uyga kelsam, endi kechasi 10larda yetib keldim. Jasur telefon qo'ygan, SMS yozgan, menga kelmagan. Keyin ota-onamning raqami bo'ladi fayllarda. Dadamning telefonining raqamini topib so'raganda, Iskandar nima ketdi, vaziyat shunaqa, o'qita olmaymiz degan. Jasur darsdan chiqqanda, o'sha taksi o'tirib kelgan uyimizga. Jasur kelib aytgan, "Hey Iskandar, bunaqa qilmang, o'qing, imkoniyatingiz bor, harakat qilamiz, do'stlar pul yig'ib beramiz, u yoq bu yoq" dedi. "Yo'q, pul yo'q, siz do'stlarim yuziga qanday qarayman, bo'lmaydi" dedim. 3 kun Jasur biz uyimizda yashaysiz, siz ketmasangiz ketmayman deyapti. 3 kun yuribman, dadam bilan gaplashib, uydagilarimiz bilan gaplashib, Iskandarni olib ketaman. Qolmaydi bu yerda. "Yo'q, boshqalardan pul olmayman, qanaqa bo'ladi" deb, "Yo'q" dedim. U yerda keyin o'zim to'lab beraman, boshqalarga aytmaymiz, sir bo'lib qoladi dedi. "O'zim to'lab beraman" dedi. Keyin oxir 3 kundan keyin o'ylab qaradim, okey, balkim bu Xudoning bir belgisidir. Mana shu 3 kundan beri Jasur keldi, shuni o'qishimni davom ettirishimni xohlayapti. Endi agar buni yordamini qabul qilmasam, bo'lmas balkim deb rozi bo'ldim. Keyin qaytib ketdik, o'qishga qaytib keldik.